Qayni ukam kutilmaganda og'zimga tashadi. Umrimda birinchi marta bunaqa g'alati taomni og'zimda his qilishim edi. Ko'p ushlab tura olmay vannaga tupurib tashladim, keyin yana. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yurakni ortalab yuboradigan sevgi va azob, qaror va jur'at haqida hikoya ulashmoqchiman. Hikoya bosh qahramoni Zumrad ismli ayol. U hayotda murakkab yo'lni bosib o'tmoqda. Men ismim Zumrad. Yoshligimdan hayot meni sinovlardan o'tkazdi. 22 yoshimda erga tegdim. Eshikni doim ochiq tutadigan kamtarona ammo faxrli bir oilaga kelin bo'lib tushdim. Eshimdan kirganimda birinchi bo'lib ko'rgan inson esa erim emas, uning ukasi Shahboz edi. U o'sha paytlar hali o'rta maktabni bitirayotgan, o'ziga xos jiddiy va jimjit yigit edi. Men esa yangi kelin. Oila bilan tanishish, urf-odatlarga moslashish bilan band edim. Yillar o'tdi. Esrim bilan munosabatlarimiz sovushdi. Oxiri ajrashdik. Oradan bir necha yil o'tdi. Men ota uyimga qaytib kelgan, ammo yuragimda iz qoldirgan bir ayol edim. Bu vaqt ichida Shahboz esa katta bo'lib, chet elda o'qidi, keyin ish boshladi. Oramizda aloqalar uzilgandek bo'ldi, deb o'ylagandim. Bir kuni ijtimoiy tarmoqda u menga yozdi. Qanday yuribsiz, opa? Yaxshiman, o'zingchi? Men sizni sog'indim. Juda. Uning har bir so'zi yuragimga ot bo'lib tushardi. Chunki men ham uni unutmagandim. Balki hech qachon unutolmagandirman. Ajralganimdan beri hayotimda hech kimga yuragimni ochmagandim. Lekin bu gal boshqacha edi. Biz yashirincha uchrashib yurardik. Har safar ko'rishganimizda ko'zlarimiz bir-birimizga hech aytolmagan so'zlarni aytardi. Shahboz endi balandparvoz emasdi. U yuragimdagi bo'shliqni to'ldirayotgan edi. Bir kuni u qo'limdan ushlab sekin dedi. Men bolalikdan sizni sevganman. Endi hech kimdan yashirmay siz bilan yashamoqchiman. Qanday qilib bunga yo'q deyish mumkin edi? Men o'z hislarim bilan urushardim. Axir u bir paytlar qayni ukam bo'lgan. Lekin endi bizni qonun emas, faqat odamlar tili bog'laydi. U bilan yaqinliklarimizdan so'ng, oradan 3 oy o'tgach, men o'zimda galati o'zgarishlar sezdim. Bosh aylanish, kayfiyatning o'zgarishi, uyquchanlik. Shifokorga bordim. U menga qarab jilmaydi. Tabriklayman. Siz homiladorsiz. Men joyimda qotib qoldim. Bu xursandchilik ham edi, hayrat ham. Axir bu oson qaror emasdi. Telefonimni olib Shahbozga yozdim. Gaplashishimiz kerak. U kechasi darrov yetib keldi. Men unga testni ko'rsatdim. U ko'rdi, bir muddat jim qoldi. Keyin asta ohangdor ovozda dedi. Bu mening hayotimdagi eng katta baxt. Ammo hayot hamisha shirin emas. Oila, qarindoshlar, mahalla gap so'zi hammamizni siquvga oldi. U bilan munosabatlarimiz haqida eshitganlar hayrat, gazab va savollar bilan to'ldi. Ba'zilar uni aybladi, ba'zilar esa meni. Lekin biz bir-birimizdan voz kechmadik. Biz sevgimizni qonuniylashtirdik. O'shandan beri hech kimga qarab yashamayapmiz, faqat o'z qalbimizga quloq tutamiz. Oradan oylar o'tdi. Homiladorligim tobora sezilib borardi. Shahboz esa har kuni menga gamxo'rlik qilardi. Nonushtani o'zi tayyorlab shifokorga birga borardi. Har gal u qornimga qo'lini qo'yib, "Mana shu yurak urishi mening baxtim", derdi. Lekin tashqarida bo'layotgan gap so'zlar yuragimni ezar edi. Ayb faqat bizda emasdi. Ayb odamlar yurakdan ko'ra tilga ko'proq ishonishida edi. Onam, bolam odamlar nima deydi? Axir u sening turmushingdan chiqqan oila. Otam, sharmanda bo'lamiz. Endi ko'cha-ko'yda yuzimiz yo'q. Men esa yuragimda. Nima uchun odamlar sevgiga emas, shunchaki nomga qaraydi, deb o'ylardim. Qarindoshlar yigilishi bo'ldi. Ko'pchilik qarshi chiqdi. Faqat bitta inson kutilmaganda bizni qo'lladi, Shahbozning onasi. U yurakdan gapirdi. Men bunga qarshi emasman. Bu ikki inson bir-birini sevadi. Bu sevgi harom emas. Ular qonuniy, erkin, halol yo'lni tanlashmoqda. Bolam baxtli bo'lishini istayman, xoh shahar qoralasa ham.
Uning bu so'zlari yigilganlarni jim qoldirdi. Va biz ilk bor nafas oldik. Endi hech kimdan yashirinmasdik. Bola tugilishi yaqinlashdi. Biz shahardan qochib, tinch bir qishloqqa bordik. Shahboz u yerda yangi ish boshladi. Men esa tabiatga yaqin, sofdil odamlar orasida asta-sekin yuragimni tinchlantirdim. So'nggi haftalarda kechalari uxlay olmay yotardim. Har bir zarba, har bir qimirlash bolamning hayot nishonasi edi. Bu bolasiz o'tgan yillarimga javobdek tuyulardi. Tug'ruq kuni keldi. Og'riq bilan aralash baxt, qo'rquv bilan aralash quvonch. Soat tongi tort 26 da bir qiz tugildi. Shahboz uni bagriga olib, "Bu umidimiz ramzi. Bizni ayblaganlar emas, faqat mana shu musaffo nigoh haqiqatni biladi", dedi. Qizimizga Umida deb ism qo'ydik. Endi oradan 2 yil o'tgan. Shahboz bilan birgalikda qishloqdagi bir kichik maktabni qo'llab-quvvatlayapmiz. Men ayollar klubida yosh kelinlarga maslahat beraman. Ko'pchilik meni hayotidan saboq oladigan ayol deb biladi. Bugun qarasam, o'sha aybga botgan, yuragim titragan kunlar menga saboq bo'lgan ekan. Haqiqiy sevgi kurashni, sabrni va jur'atni talab qiladi. Ayniqsa odamlar aytayotgan gaplarga qaramay yashash bu haqiqiy kuch. Azizlar, har bir inson hayotda o'z yo'lini tanlaydi. Ba'zida bu yo'l jamiyat me'yorlariga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ammo agar bu yo'l sevgi, halollik va chin dildan tanlangan bo'lsa, u noto'g'ri bo'lishi mumkin emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Yurak tanlagan yo'lga ergashish kerakmi yoki odamlar aytgan yo'ldan yurish kerakmi? Fikringizni izohda yozing. Kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Do'stlaringiz bilan ulashing.